Mana savol, hurmatli o'quvchilar. 3 ta qalamni joyini o'zgartiring. Tanga, mana bu tangaga tegmasdan. Tanga uyda ichida qolsin. Sanjar, qani? 1. Mana bunday ochilib qolmasin. 1 2 Qanday qilib bo'lgan? Mana shunday qilib bo'lmay, ochilib qolmasin deya. 1 Yo'q. 5 burchak bo'ldi. Nima bo'ldi? Ochilib qolgan. Ochilib qolyapti. Qani? Va alaykum assalom. Qani? Mana eda bo'lganda edi. Kecha topoldi. Topolmadinglarmi? Yo'q. Javobini aytaveryapmi? Sizlar topolmadinglarmi? Sanjar? Nima qilishimiz? 3 ta qalamni qimirlatib Mana 3 ko'ryapsan-a? Mana bu yerda tanga turibdi. Tangaga tegmasdan 3 ta qalam joyini shunday o'zgartir. Tanga uyda ichida bo'lib qolsin. Qani? Necha? Pul yo'qmi? Yo'q. 3 ta qalam. Bo'lmasa hech berman deyman. O'zi iskirdi-da, ko'pchilikka berdim savolni. Bunday qilsak, 2 ta, 3 ta, 1 bo'lmayganda. 2 3. Tanga tashqarida qoldi. Tashqari. Yo'q, ozdan bunday qilsak bo'lmaydi. Bunday qilsak bo'lmaydi. To'xtab tur. Yo'q, bo'lmaydi bunday. Qani? Yo'q, Tanga surilmasi kerak. Tanga surilmasdan. Olmos. Qani? 1 2 3. 3 ta qimlash kerak deyapman, Muhammad aka. Joy o'rgatyapmi? To'xtang, to'xtang. Mana uchovidan bo'ladi-da. 100 so'z mana uchovini o'zi 1 bo'ladi. 1 2 3 4 nima bo'ladi? Ochiq ham qolmasi kerak-da. Ocham, ha. Ayting o'zingiz. Bo'ldim aytayapmi? Tamommi? Ha, bo'ldi. Bilmadinglarmi? O'ylab ko'ringlar. Yo'q, bilmayman. Ayting qay. Bunday deyapman, qarab tur. Qarab tur. Mana bu yerdami? Mana 1. Ko'rding-a? 2 3 Boya, aytdim boya qandaydir xato.